Ana shu arab o'lkalaridan bittasida bir solih inson, oshpaz ekan, oshxonasiga yozib qo'yibdi. Aroq Allohning amri bilan harom. Bu do'konda aroq ichilmaydi. Rizq Allohdan. Natija qanaqa bo'ldi? Odamlar aroq sotiladigan oshxonaga bormasdan mana shu odam oshxonasiga ko'proq keladigan bo'lib qoldi. Ha, rizq Allohdan, birodarlar. G'ariblik jazo emas. G'ariblik jannat. Agar diningni mahkam ushlab odam orasida g'arib bo'lib qolgan bo'lsang, senga birodar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bashorat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda marhamat qildilar. Albatta islom g'ariblik bilan boshlangan, yana g'ariblikka qaytadi. G'ariblarga jannat bo'lsin, tavba bo'lsin. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz duo qilgan va tavba jannatini bashorat qilgan g'ariblardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.